Prosmotri 2 milliondan oshgan ushbu videoyimizdagi modelning konstruksiyasi sizga ham qiziqmi? Keling unda uni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu fasonimizni chiqarish uchun mijozimizning qolipini chiqarib olamiz va mana bu yerdan 12-14 sm tushib, bel vitichkasiga olib kelib tutashtiramiz va undan so'ng uni bo'ksa bilan tutashtiramiz. Orqa tomonda ham xuddi shu harakatni takrorlaymiz. Har ikkala modelni ham mana shu vitichkasini o'zini razmerida asosdan chiqarib yuboramiz. Vitichkalarni chiqarib tashlaymiz. Bu qismda ham va mana bu yerdagi ko'krak vitichkasini yopamiz. Endi buni bichamiz. Qizlar, fasonimizni beli zborkali bo'lganligi bilan beliga buni umuman chok tushirilmaydi. Shunchaki mana shunaqa qilib, zborka haqqi uchun oldini ham, orqasini ham quyidagicha tartibda ochib joylashtirib olamiz. Mana qizlar, buni hech qayeri kesilmasdan matoga mana shu ko'rinishda joylashadi. O'zi aslida biz bu fasonimizni hit bo'lishini umuman bilmaganmiz. Menimcha hamma tikuvchilar uchun qaysi fasonning hit bo'lishini oldindan bilishmasa kerak. Mana qizlar, bichganingizdan so'ng ochiq holatida har ikkala burchakdan bir-biriga shunchaki chiziq tortasiz va buni ipli rezinka bilan tikib olasiz. Oldiga ham, orqasiga ham. Videoyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, profilimizga obuna bo'lib, fasonni tikuvchi tanishingizga yuborib qo'ying.